Yulduz Rajabova va turk aktyori Emre Koyilchimlarning to'ylari O'zbekistonda ham bo'lib o'tmoqda. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar uz kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang, hurmatli tomoshabin. Enderman Jaloliddin serialidagi sevgi haqiqiy hayotda ham to'y bilan yakunlandi. 15-may kuni Toshkentda o'zbek va turk kinosining mashhur vakillari Yulduz Rajabova hamda Emre Koyilchimning nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Ma'lumot uchun, Yulduz Rajabova 1989-yil 23-dekabr kuni tug'ilgan. O'zbek hamda turk filmlarida suratga tushgan taniqli aktrisalardan biri hisoblanadi. Emre Koyilchim esa 1990-yil 2-sentyabr kuni Turkiyaning Malatya shahrida tug'ilgan. U turkiyalik mashhur aktyor bo'lib, ayniqsa Enderman Jaloliddin serialidagi roli orqali O'zbekistonda ham katta mashhurlikka erishgan. Yulduzli juftlik shu yilning 17-fevral kuni Istanbul shahrida rasman nikohdan o'tgan edi. Katta to'y esa aynan Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Kelin kuyovni baxtli kuni bilan O'zbekistonda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham shaxsan tabrikladi. Va to'yda Yulduz Rajabovaning ko'p yillik partnyori Adiz Rajabov va hamda Yigitali Mamajonovlar ham bo'lishdi. Eslatib o'tamiz, juftlik 2020-yilda suratga olingan Enderman Jaloliddin seriali orqali tanishgan. Serialdagi sevgi hikoyasi oradan yillar o'tib, haqiqiy hayotda ham davom etdi. Ushbu xabar sizga qiziq bo'lsa, uni do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Sizga bu juftlik yoqadimi, yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklar doim birinchilardan. O'zbekistondagi to'y haqida hozircha qisqa ma'lumotlar shu. Marhamat, to'y lavhalarini ko'rishingiz mumkin.